O'zbegim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbegim aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begovaya 2-chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbegim aviakassasi, yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfoli. Britaniyaning qimmatbaho Bloomberg agentligining xabar berishicha, Rossiya prezidenti Putin G'arbga tinchlik shartnomasini imzolash uchun eng og'ir talabini qo'ygan. Unga ko'ra, G'arbdagi Kiyev rejimining homiylari o'q otishni to'xtatish uchun Rossiyaning shartlarini qabul qilgan holda Ukrainaga qurol yetkazib berishni, aniqrog'i Kiyevni qurol bilan ta'minlashni to'xtatish kerak. Ana shundagina Rossiya ham Zelenskiyni o'q otishni to'xtatish to'g'risidagi bitimini qabul qiladi va urushga vaqtincha bo'lsa-da nuqta qo'yadi. Germaniyaning Bild agentligini qayd qilishiga ko'ra esa Yevropadagi ayrim davlatlar, xususan Finlandiya, Estoniya, Litva, Latviya va Polsha Trampni Putinga Ukrainani butunligicha topshirishidan qo'rqmoqda. Bildga ko'ra, Zelenskiy ayni paytda o'q otishni to'xtatish uchun Rossiyaga Trampni nafaqat urush davomida, balki hali harbiy harakatlar boshlanmagan hududlarni topshirishidan qo'rqmoqda. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, eslatishimiz mumkin. Bugungi Ukrainaning hududidan birinchi navbatda Polsha, Ruminiya, keyin esa Vengriya umidvor. Bundan tashqari Daniya va Norvegiya ham Zelenskiy va'da qilgan hududlarni qayta qurish uchun payt poylamoqda. Aniqrog'i Daniya bilan Norvegiya tinchlik bitimini imzolanishini kutmoqda. Litva esa o'zining konstitutsiyasini o'zgartirgan holda shu urushdan foydalanib o'z hududiga Fransiyaning yadro qurollarini o'rnatib olmoqchi. Xullas, Yevropa Tramp va Putinni kutilayotgan telefon orqali muloqotidan vahimaga tushmoqda. Sababi ular Ukrainaga tikkan pullariga kuyib qolishi mumkin. Endi Ukraina uchun ajratilgan, to'g'rirog'i rejalashtirilgan 40 milliard yevro pulni qaysi davlatlar nima sababdan bloklaganiga oid xabarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Italiyaning Politico agentligining ma'lum qilishicha, Yevropa ittifoqi tomonidan Ukrainaga ajratilgan 40 milliard yevro pulni Italiya bilan Ispaniya birinchilardan bo'lib blokladi. Endi savol tug'iladi, nima uchun? Javobni eshitamiz. Italiya Politico agentligiga ko'ra, xuddi Ispaniya kabi NATOga yiliga o'zining mudofaasi uchun umumiy 1 milliard yevro pul to'lab keladi. Ispaniya va Italiyaning NATOga yillik to'laydigan pullari qo'shib hisoblanganda 2 milliard yevroni tashkil qiladi. Tramp esa Yevropa davlatlaridan umumiy NATO g'aznaxonasiga 500 milliard dollar pul to'lashni taklif qildi. Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajaniga ko'ra, agar Yevropa ittifoqi tarkibidagi davlatlar Kiyevga qo'shimcha 40 milliard yevro pul to'lanishini yoqlasa, bu holda harbiy alyansdagi davlatlarning hammasi ochiqchasiga ishtonsiz qoladi. Ya'ni ularning mudofaasi uchun ajratilgan pullari Ukraina bilan tugaydi. Antonio Tajanining bildirishicha, Rim hech qachon bunday bo'lishiga yo'l qo'ymaydi va Italiya Ukraina uchun bundan keyin pul bermaslik kerak deb hisoblaydi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ham ayni paytda shunday fikrda va ular ham Ukrainaga o'zlarini NATOga berish kerak bo'lgan pullarini berishni istamaydi. Xullas, Zelenskiy orzu qilgan 40 milliard dollar Rim va Madrid tomonidan hozircha bloklandi. Endi Zelenskiyning Kurskdagi sharmandali vaziyat va omadsizlik uchun Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Sirskiyni almashtirish rejasiga to'xtalamiz. E'tiborli bo'ling. Union agentligining ma'lum qilishicha, Vladimirlarning kenjasi Kursk operatsiyasini Kiyev uchun fojiaviy yakun topgani uchun Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni general Sirskiyni haydash rejasini tuzdi. Unionga ishonilsa, Zelenskiy Sirskiyning o'rniga yangi qo'mondon, Ukraina mudofaa vazirining o'rinbosari Yevgeniy Maysyukni tayinlashni rejalashtirgan. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, eslatishimiz mumkin. Yevgeniy Maysyuk 2023-yilda Rossiya ichki ishlar vazirligi tomonidan Donbassdagi tinch aholini qirg'in qilishda ayblanib qidiruvga berilgan va Zelenskiy Ukraina armiyasi tepasiga bir qassobni olib tashlab, keyingi yangi qassobni tayinlamoqchi. Ukrainaning yana bir agentligi Stranani tasdiqlashiga ko'ra esa, Yevgeniy Maysyuk harbiy harakatlar davomida tinch aholini o'qqa tutish va qirg'in qilish kabi buyruqlari bilan nom chiqargan va uni armiyaga bosh bo'lishi Ukrainaning frontda g'alaba qozonishi uchun hech qanday kafolat bo'la olmaydi. Bu gapga esa tushungan tushundi. Turfa olam bilan qoling, siz
etgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.